Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun a, qabul 2026 bo'yicha oldingi yilgi Qashqadaryo viloyati universitetlarining kirish ballarini ko'rsatib chiqaman. Barcha Qashqadaryodagi universitetlar a, yo'nalishlarini, ballarini ko'rib chiqamiz birgalikda. Ho'p, qani ketdik. Bundan oldin siz Telegramga kirib Bahodirjon Mullajonov deb yozinglar. Qattiq X bilan Telegramga yozsanglar, mana Bahodirjon Mullajonov mana bunaqa Telegram kanalim chiqadi. 2614 ta odami bor. Mana shu Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun ham, men uchun ham foydali bo'ladi bu. ITda eng foydali joylari shu Telegram kanalimda. Hop, qani ketdik. Birinchi kirib olish uchun hammanglar telefonda ham kirib ko'rsanglar bo'ladi buni. Poyezd joyiga xususiy universitetlar deb yozinglar. Mana shu xususiy universitetlar deb qidirganingizda mana uchinchida Bilim va malakalarni baholash agentligi, ya'ni eski sobiq test markazi, eski nomi shunaqa bo'lgan, hozir Bilim va malakalarni baholash agentligining sayti chiqadi. Shu saytdan ko'rib beraman sizlarga. Ya'ni bu davlat tashkilotining sayti, nima deydi, ma'lumotlari to'g'riligi ishonchim komil. Shuning uchun shu saytdan olgan yaxshiroq. Alohida tekshirib o'tirish shart emas, menimcha ishonsak bo'ladi. Bugun Qashqadaryo viloyatini ko'rib chiqamiz. Har bir viloyat bo'yicha chiqaryapman. Sizga boshqa viloyatda universitetini ballari kerak bo'lsa, kommentga yozing, mana bu viloyat deb men sizga linkini tashlab qo'yaman. Hop, Qashqadaryo viloyatida mana shunda 8 ta davlat universiteti bo'lyapti. Mana bu sariqda turgani bitta Turon universiteti, bu xususiy universitet. Xususiy universitetlar haqida ham alohida yo'nalishlar, kontraylar kerak bo'lsa, uni ham yozing, xususiy universitetlar deb kommentga linkini beraman. Qarshi davlat universitetiga kiramiz. Mana qarang. Birinchi yo'nalish adaptiv jismoniy tarbiya va sport. Mana kunduzgi o'zbekchalar ko'rib chiqaman. Kechki masofaviy va yevrolarga to'xtalmayman. Bular birinchisi mana adaptiv jismoniy, bular kasbiy imtihon, jismoniy tarbiya, sportlar, agrokimyo va tuproqshunoslik. Mana biologiya, kimyoda imtihon bo'lgan ekan. Kontrakt kirishi oxiri 96,9 ball bo'lgan. Xo'p. Amaliy kulolchiliklar bu anaqa nima ijodiy, antropologiya, etnologiya, tarix, geografiya 76 bo'lgan kirish, arxitektura, matematika ona tilidan imtihon 67 bo'lgan kirish, arxitektura tizim texnologiyalari, matematika fizikada imtihon, kontrakt 74 bo'lgan. Qarang, axborot tizim texnologiyalari kompyuter bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqasiz, lekin balli juda past. Tavsiya qilaman topshirishni. Bank ishi, matematika chet tilidan 105 ball bo'lgan kirish. Biologiya, kimyoda imtihon 133 ball bo'lgan. Biologiyani qarang, balandligini, bank ishidan baland bo'lgan. Biotexnologiya, kimyoda imtihon 121 bo'lgan kirish. Biznesni boshqarish 74 ball bo'lgan kirish, matematika chet tilidan. Boshlang'ich ta'lim 119 ball bo'lgan, ona tili matematika. Yani boshlang'ich ta'limda shu pastda hammanglar tavakkal shunga topshirasizlar. Mana kirish balli 120 bo'lgan. Hamma sizda hamma shunaqa o'ylaydi va ball ko'tariladi. Buxgalteriya hisobi, matematika chet tilidan 85 ball bo'lgan. Chorva ijrochilik bu kasbiy imtihon. Dastur injeneriya, matematika fizikadan 84 ball bo'lgan. Programmist bo'lib chiqasiz bundan. Davolash ishi 159 ball, biologiya, kimyodan. Tak, viloyatlar kesimida uni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Ekologiya, atrofni muhofazasi, kimyo, biologiya 75 ball. Elektronik asbobsozlik 56 ball bo'lgan. Fizika, matematikada eng past ball bo'lgan mana elektronik asbobsozlik. Energetika muhandisligi 66 ball, matematika fizikadan. Ingliz tili 177 ball bo'lgan, ingliz tili ona tilidan. Balandligini qarang. Tak, o'zbek tili 153 ball bo'lgan, ona tili chet tilidan. Rus tili 120 ball bo'lgan, ona tili chet tili. Fizikadan 65 ball bo'lgan, fizika matematikadan. Geografiya 70 ball bo'lgan, geografiya matematikadan. Ijtimoiy ish 68 bo'lgan, biologiya ona tilidan. Tak, iqtisodiyot kunduzgisi 119 bo'lgan, matematika chet tilidan. Jismoniy madaniyat bu kasbiy, kimyo 60 bo'lgan, kimyo matematikadan. Tak, maktabgacha ta'lim 56 bo'lgan, biologiya ruschasi ekan, uzr mana. Maktabgacha ta'lim past bo'ladi, albatta, tavakkalda. Ruschasida faqat, o'zbekchasi mana 70 chuqur. Biologiya ona tilidan baland bo'lgan, 70 normalniy. Keyin marketing 91 ball bo'lgan. Mana bu yerga qaranglarda, kunduzgini olinglar. Mana masofaviy, kechki u boshqanaqa. Sizga men o'zbekcha kunduzgi topshirsangiz shu yaxshi. Agar tavakkal qilmoqchi bo'lsangiz, ruschasiga topshiring, ball past bo'ladi. Matematika 127 bo'lgan, matematika fizika imtihon. Maxsus pedagogika, logopediya 80 ball bo'lgan, biologiya ona tili ekan.
Mehnat muhofazasi 58 ball, matematika, fizika bilan kirish balli bo'lgan. Mehnat muhofazasi texnika xavfsizligi bu hamma korxona, tashkilot, hamma zavodda mana shu bo'lim bo'ladi. Yaxshi ish topsa bo'ladi mana shundan. Meva sabzavotchilik, uzumchilik 87 bo'lgan biologiya, kimyoda. Mana uzumchilikni ballini ko'ryapsizlarmi? 87 qanaqa baland bo'lgan. Mexanika, matematik modellashtirish 67 ball bo'lgan matematika, fizikadan. Moliyaviy texnologiyalar 99 ball matematika, chet tilidan. O'simlik himoya karantini 65 bo'lgan kimyo, biologiyadan. Pediatriya ishi 154 bo'lgan biologiya, kimyodan. Hop, endi tak viloyatlar kesimidan o'taman. Psixologiya 83 bo'lgan biologiya, ona tilidan imtihon. Siyosatshunoslik 99 ball, tarix, chet tilidan imtihon. Sotsiologiya 58 bo'lgan matematika, ona tilidan. Tak, keyin sun'iy intellekt 59 ball bo'lgan matematika, fizika. Mana eng kerakligi hokimiyatlarda sun'iy intellekt degan bo'lim ochilyapti. Shu bois mutaxassis olinadi. Ballni qarang, 59 ball. Eng zamonaviy yo'nalish, zamonaviy kasblardan chiqadi shundoqda. Tarix 122 ball bo'lgan, tarix, geografiya. Men shu tarixchi bo'lgandan ko'ra sun'iy intellektchi bo'lgan yaxshiroq emasmikan deb o'ylayman endi, men o'zim sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis sifatida. Texnologik ta'lim 60 ball, fizika, matematikadan. Xorijiy til, adabiyot, ingliz tili 176 ball bo'lgan. Yengil sanoat muhandisligi 58 bo'lgan matematika, fizikadan. Turizm, mehmondo'stlik 99 ball bo'lgan, tarix, chet tilidan. Mana birinchi universitetni ko'rdik, bu Qarshi davlat universiteti. Logotipiga qoyil qoldim, lekin juda chiroyli, zo'rbot logotip. Ho'p, keyingi universitetga o'taman. Qashqadaryodagi tak, Shahrisabz davlat pedagogika instituti. Yo'nalishlar ko'p ekan. Qoyil. Amaliy matematika 116 bo'libdi matematika, fizikadan. Biologiya 127 bo'lgan biologiya, kimyodan. Boshlang'ich ta'lim 113 bo'lgan ona tili matematikadan. Tak, fizika 63 bo'lgan, fizika, matematikadan. Geografiya 65 bo'lgan. Geografiya, matematika, imtihon. Tak, maktabgacha ta'lim 73 bo'lgan biologiya, ona tilidan. Matematika 117 bo'lgan matematika, fizikadan. Yana milliy g'oya, ma'naviyat va asoslar huquq ta'limi 101 bo'lgan, tarix, ona tilidan. Musiqa ta'limi ijodiy bo'lar. O'zbek tili adabiyotidan 146 bo'lgan, ona tili, chet tilidan. Tak, keyin pedagogika 84 bo'lgan, tarix, ona tili. Psixologiya 86 bo'lgan, biologiya, ona tili. Tarix 104 bo'lgan, tarix, geografiyada. Texnologik ta'lim 61 bo'lgan, fizika, matematikada. Pastligiga qarang. Tak, xorijiy til, adabiyot, ingliz tilida 171 bo'lgan, ingliz tili, ona tili. Ingliz tili baribir baland bo'lar ekan, har xil istalgan universitet bo'lsa ham. Shahrisabz davlat pedagogika instituti logotipi buniki ham chiroyli. Shunaqami o'zi haqiqatdan? Juda chiroyli beradi logotiplar. Hop, Qarshi davlat texnika universitetiga o'tdik. Agronomiya 83 ball, biologiya, kimyodan. Arxitektura 61 ball bo'lgan, matematika, ona tilidan. Atrof muhit muhandisligi 57 bo'lgan, kimyo, biologiyadan. Axborot tizim texnologiyalari 64 bo'lgan, matematika, fizikadan. Bank ishi 75 bo'lgan, matematika, chet tilidan. Bank ishi shuncha past bo'lganmi? Biotexnologiya 98 bo'lgan, biologiya, kimyodan. Dastur injenering 61,6 bo'lgan, matematika, fizikadan. Tak, ekologiya 60 bo'lgan, kimyo, biologiyadan. Tak, elektronik asbobsozlik 56 bo'lgan, fizika, matematikadan 56 yetgan. Eng past ball bo'lgan ekan. Hmm, Foydali qazil makonlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 56 yetdi. Mana foydali qazil makonlari ham eng past ball bo'lgan ekan. Gaz chuqur qayta ishlash texnologiyasi 59 ball, kimyo, matematikadan. Geodeziya va geoinformatika 56 yetdi, matematika, fizikadan imtihon bo'lgan. Eng past ball bo'lgan geoinformatika ham. Gidroenergetika 56,8, matematika, fizikadan eng past ball bo'lgan. Gidrologiya 56,8, matematika, geografiyadan imtihon eng past ball bo'lgan. Qaysingiz? Qarshi davlat texnika universiteti juda ballar past ekan. Gidrotexnika, geologiya, muhandisligi 50, matematika, fizikadan eng past ball bo'lgan, 56,7. Iqtisoddan 109,6, matematika, chet tilidan. Kadastr yo'nalishi 64,10, matematika, fizikadan. Kartografiya, masofadan zondlash 56,90, matematika, geografiyadan. Kimyo muhandisligi 56,90, kimyo, matematikadan. Dastur injenering 61,3, matematika, fizikadan. Kompyuter injenering
5680 matematika, kompyuter injenering eng istalgan yo'nalishga kompyuter aytishning bo'lib ishga kiradigan yo'nalish. Mana bankka kirasizmi, zavodga, hamma joyga oladi. Informatika o'qituvchi ham bo'lishingiz mumkin. Shu yo'nalish 5680 eng past ball bilan kirgan. Mana yo'nalish nimaga tanlashni bilmaysizlar. Boshlang'ich ta'limga topshirasizlar. Maktabgacha ta'limga topshirasizlar. Bilmayman kim bo'lib chiqishinglarni bilmadim to'g'risi. Kompyuter injenering qanaqa yo'nalish? Logistika. Konchilik ishi bor ekan. 56-70 eng past ball bo'lgan fizika matematikada. Logistika 68-30 bo'lgan matematika chet tilidan. Hop, materialshunoslik, mehnat muhofaza, texnika xavfsizligi 56-70 matematika fizikadan eng past bo'lgan. Menejment 67-90 matematika chet tilidan. Meliorativ gidrogeologiya 59-8 bo'lgan. Menejment hop, ko'rdim 67-9 bo'lgan ekan. Metallurgiya muhandisligi 59-30 bo'lgan. Kimyo matematika, mexanika muhandisligi 56-90 bo'lgan matematika fizikadan. Mexatronik robototexnika 56-70 bo'lgan. Eng past bo'lgan fizika matematika. Shu ham juda kuchli yo'nalish mexatronik robototexnika. Moliyaviy texnologiyalar 88-6 bo'lgan matematika chet tilidan. Neft gaz ishi 59-90 bo'lgan fizika matematikadan. O'simliklarni himoya qilish karantini 57-70 bo'lgan kimyo biologiyadan. Neft gazni qayta ishlash texnologiyalari 56-70 kimyo matematika. Eng past ball bo'lgan neft gaz qanaqa daromadli soha bilmadim. Nimaga past topshirishmaganim hayronman. Qurilish muhandisligi 56-8 bo'lgan matematika fizikadan. Soliq va soliqqa tortish 61-10 matematika chet tili. Statistika 60-10 bo'lgan matematika chet tili. Sun'iy intellekt 56-70 bo'lgan. Eng past ball bo'lgan sun'iy intellekt. Hamma shu bo'lyapti. 56-70. Suv ta'minot muhandislik tizimlari 57-80 bo'lgan matematika fizikadan. Suv xo'jaligi melioratsiyasi 56-70 eng past ball bo'lgan matematika fizikadan. Telekommunikatsiya texnologiyalari 56-70 eng past ball bo'lgan matematika fizikadan. Texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish 56-70 fizika matematikadan eng past ball bo'lgan. Texnologik mashinalar va jihozlar 56-70 matematika fizikadan. Transport vosita muhandisligi 59-7 matematika fizikadan. Yer kadastri va yer tuzish 60-90 bo'lgan matematika fizikadan. Yo'l muhandisligi 56-70 eng past ball bo'lgan matematika fizikadan. Hop, bu Qarshi davlat texnika universiteti edi. Endi 3 universitet ko'rdik, yana 5 universitetimiz bor. Turon universitetini, bu xususiy universitetlar kerak bo'lsa, yozing kommentga. Turon universiteti desanglar, xususiy universitetlar umumiy videosini tashlab beraman sizlarga. Hamma yo'nalishlar kontraktlar bilan ko'rib chiqamiz. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutini ko'ramiz. Bu menimcha qo'shilgan bo'lishi mumkin boshqa universitetga, chunki mana bu yerda chiqmadi yoki ma'lumot kiritilmagan. Keyingisi Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiya instituti. Xos. Qarshi, bu ham kirmadi. Menimcha hammasi Qarshi davlat texnika universitetiga qo'shilgan bular. Toshkent axborot texnologik universiteti Qarshi filiali, bu ham qo'shilgan. Shuning uchun ma'lumotlar уже chiqmaydi. Bu saytda chiqmayapti. Boshqa joylardan ko'rishingiz mumkin bo'lsa kerak. Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali. Bu ham qo'shilgan shekilli, bu ham chiqmadi. Tak, Qarshi davlat texnika universiteti Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti. Bu chiqdi. Xo'p, yo'nalish kamroq ekan. Dori va o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash texnologiyalari. Biologiya kimyoda imtihon bo'lgan ekan, 86-7 ball bo'lgan eng kirish, eng past kontrakt narxi, balli. Oziq-ovqat texnologiyalari, kimyo biologiyada imtihon bo'lgan, 58-90 ball bo'lgan. Turizm va mehmondo'stlik, tarix chet tilida imtihon bo'lgan, 78-90 kirish balli bo'lgan. Hop, Qashqadaryo viloyat universitetlarini ko'rib chiqdik. Savollar bo'lsa kommentga yozinglar yoki boshqa viloyatda ma'lumot universiteti ballari kerak sizga, ko'rib chiqmoqchisiz videodan, kommentga yozinglar, shu viloyatnikini tashlab beraman. Chunki bir chekkadan Andijon, Jizzax, Navoiy chiqarib bo'ldim. Endi Qashqadaryo va qolgan viloyatlarni ham hammasini ko'rib chiqaman. Videoda oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.